Salam qizlar, tunji ovozliq vlogimga xush keldinglar. Yo'ldoshimning yangilik mallar keptigan to'q atigan billa barayli dedi. Bo'ldi deb tayyor bo'lib billa keldim. Ballalarimni cho'nglab beqiyotdi. Kunni ballar bilan billa turg'achqimi, ballar yo'q, ko'nglimning bir yeri bir qanda. Shundaqdimi, go'zal narsalarni ko'rganda odamning kayfiyati yaxshi bo'lib qolgan. Uning ustiga men shunda qitirqinib zehnini qo'yib qilgan ishlarni shunda yoqtirman. Mana birdamda necha modelni tayyorlab bo'ldik. Heyliqi bir qizchaqning kipi bo'yicha ayol bir kelsa, hal bo'lmaydigan nemish bor qizlar. Modellar kiydirib bo'lgandan keyin rasmga tortishni boshlab ketdik. Shunchalik yerib ketdim. Yo'ldoshim rasm tortishga mas'ul bo'ldi, men chiroq tutishga mas'ul bo'ldim. Qalblik holda barliq modellarni rasm tortib tugatdik. Shuningga o'xshash oliy darajalik qo'l tikma, murosim kiyimliklariga ehtiyoji bor qizlar. Yaqin nahiyasi Sabah sud sariyi 2-qavat Xrustal O'rda sud markazimizga qadam tashrif qilsanglar bo'ladi. Boshqa nahiya shaharlardagi qizlar undidarimni qo'shib setib olsanglar bo'ladi. Nazuk 12 14 yoki sizlar qoldirib qo'ysanglar men qo'shib olsam bo'ladi qizlar. Bugun planimiz bo'yicha mushlarni tatib tugatdik. Yeni içişki ulgurmagan nurg'un go'zal mallarimiz bor. Izchil meni qo'llab, vloglarimni yoqtirib ko'rayotgan barcha xonim qizlarni oilasiga baxt, xotirjamlik, tiniga salomatlik umid qilaman. Tunji qitim ovozliq vlog tatishim qizlar yoqtirgan bo'lsanglar, qimmatli yuraklaringlarni oymag'aysizlar. Xayr xo'sh.